Voy maşallah. Hiç buzmabdi-yu hali. Bu ham xuddi 1.35, 1.40 lik mol yo'qolib qolyapti xolos oldida. Joning sog' bo'ling, hurmatli obunachilar, Sementalda yoshidan kuraytish buzma. Jonivorni qarang. Jonivorni qarang. Haqiqiy sut yo'nalishini moli. Onasi 45 litr sut beryapti, hojiga egiz tug'ibdi onasi. Gap. Hurmatli chorvadorlar, ajoyiblaridan. Sut qaymog'ini yeyman degan obunachilarimiz uchun assalomu alaykum chorvadorlar, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. Hafta kuniga juma, Saidal ayyom, bayram. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun original sigirlar ko'rsatamiz. 2026-yil 27-fevral. Farg'ona viloyati Quva tumanida, Quvani Qalampostondan Ixtiyor akam xonadonidamiz. Videodan uzoqlashmay, chiroyli, manfaatli, qisqa va lo'nda, sifatli video qo'yib beramiz. Videoning boshida bir dona like bosib qo'yasiz. Hormang Ixtiyor aka. Assalomu alaykum, keling. Aka, ro'zalar bilan charchamasdan. Hammani bayrami bilan, xudo xolasa musulmonlar haqiqiy bayrami ko'riyu bugun. Aha. Xudo xolasa mollarga ham zo'rlarini. Bayramga zo'r narsa yarashadi deydi-ku. Xudo xolasa. Bizning xalqimizga zo'r narsa yarashadi. Xalqimizga narx-navosi tushadimi? Xudo xolasa tushganda ham nariyadi. Bo'g'oz ekan bunisi. Bunisi tayyor sut berib turgan variantida. Sementalmi aka bular? Sementalda ham tozalari. Nechinchi qoringa bular? Kuretishi ham yo'q, o'zi hammasi. Uchovi ham o'zi. Yo'q, ha? Birinchi qoringa tayyori, bola tug'ib sut berib turgani 2 dona. Ko'rishib olaveradi. 2 donasi, bir donasi yetuk, bir donasi endi shu xonajincha qora ola. Videodan uzoqlashmaylar, olib chiqing aka bermam. Rash xonajindan boshlang, qoradan. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Xonajin ishqibozlarga kuretish buzmagan. Ixtiyor aka necha oylik bu? 5 oylik. 5 oylik. 5 oylik. O'zi bormi? O'zi yo'q. O'zi bilan kutib olishaversan, o'zi bola tegaman deb turibdi-yu, yelini tashlayapti-yu, mol jonivor. Xonajin narsa. Bu qanaqa paroda aka? Voy jonivor-ey. Mana shu joylarni sevaman-da, hoji aka. Bu qanaqa paroda aka? Qanaqa parodaligini kommentariyaga yozsin. Xo'p, mashinalar o'tkazib yubordik. Aka bu Rossiyamirmikin yo Qo'yganda toza Rossiya deyishardi. Haqiqiy rossiyskini onasini jonivorni qarang. Jonivorni qarang. Haqiqiy sut yo'nalishini moli. Onasi 45 litr sut beryapti, hojiga egiz tug'ibdi onasi. Gap yo'q. Mashinadan keyingisini. Pulini gapiring aka buni. Shahriyor bola tuzkalarni ko'rsating. Pulini gapiring, pulini. Xonajin narsani qarang. Yuvoshligini. Ixtiyor aka, ko'p kutirmang aka, hamma ro'za og'ir. 40 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastakasini qilib beraman. Yo'q, ha? U bizda 46 million, 48 million yo'q. Bizda real bor sotiladigan narxi. Voy jon. 40 millionga O'zbekiston bo'ylab dastakasini qilib beraman. Kamini o'tib berasiz. Xarini ham qilib beraman. Kami g'ijibich. Kami to'la. Aqli yetgan mashmolga ishqiboz bo'lgan odam telefon qilsin, noumid qilmaymiz. Olib kelib tur, buni ushlab turamiz. Joning sog' bo'ling, hurmatli obunachilar, Sementalda yoshidan kuraytish buzmaganmi aka bu ham? Yo'q. Kuraytish buzmagan. Xudo xolasa kunligi qoldi. Sekin, o'y bola, o'y bola. Jonivor-ey, molni qarang, go'zalligini. Super. Xudo xolasa. Aka bu endi tajribadan kelib chiqib nechta sut beradi? 30 ta sut bersa qaytarib berishaveradi. Yo'q-a? Ha. 30 ta sutda sizniki. 30 ta sut 30 litr sut bersa, yarim litr oshib bera olmasa ham qaytarib beraversin. Gap yo'q. Biz 30 litr sog'yapmiz. Chiqar bobo, qaytarib olsa qaytaraveramiz. Buni onasi 45 ta, 46 sut beryapti buni. Bular hoji aka onasini qonida kelgan. Enalari bo'g'oz kelgan bular Yevropada. Bular привязной ekan, ha? Bularning otalari Ashaqda, otasi O'zbekistonda bas. Привязной, hurmatli obunachilar. Ammo voshcha go'zal. Xolis bahoni beraverasizlar. Aka nech pul qo'yamiz? Xudo xohlasa, hoji aka nima deydi? To'g'ri, 65 millionga ham, 68 millionga ham, 70 millionga ham sotilayotganini ko'ryapmiz. Hammasidan 5 million oshchata bu. Xo'p. Tug'dirib beradigan odamga uzoqroqqa narx kelishib qolsa, tug'dirib berish xizmati ichida 78 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Gap yo'q. Kami ko'p. Kami g'ajib, so'rab olaversin. Gap yo'q. Olib kir Shahriyor. Obunachilar, zo'ridan oqtargan obunachilarimiz uchun. Yoshidan, birinchi qorini aka bu ham. Birinchi qorin kuragi ham yo'q. Kuretishi yo'q. Xonajin. Bolasi ham xonajin. Katta mol. Nechini urib yuboradi bu aka? 150 atrofida bo'lsa kerak-da, plus minusdir. Joning sog' bo'ling. Bag'ga o'tib beraymi? Sizni bo'yingiz o'ta baland-ku. Bolasi zo'r, bolasi Mana ham aka. o'ziga qo'yasiz. Gap yo'q. Ixtiyor aka nechta sutga? 35 litrda o'lchash olaversin hoji aka.
Yaqin o'rtada bo'lsa, pulni olib polisini Ha, olasiz. bexijolat. Muammo yo'q. To'ri tuyog'i, to'ri so'skasi, yashur, pashur, balo, battar degan narsa bunda yo'q. Yiroq. Xudo xohlasa, olgan odam haqiqiy baraka topib maza qiladigan. Gap yo'q. Sal bir qadam tortdingda aka, ko'p bas. Gap yo'q, aka. Necha pulga berib yuboramiz endi obunachilar? Bo'l, tayroqga qo'yib olasin. Buni ham bozorda ham 70 million, 72 millionga sotilayotganini ham ko'ryapman. Hop. Bu ham 5 million oshchi. Bu ham 78 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Yo'q, kamitib berasizmi? Kamini xarini qilib beraman. Xudo xohlasa bularni 5-6 million. Aha. Gapiravering aka. O'tiradi mashina sekin. Mashinadan qo'rqib, qadam mashina qarab turib ketib qolar ekan-da. Xo'p, hurmatli obunachilar, yaqin o'rtada akalar bo'lsa, bemalol pulidan olib polisini olaverasiz ekan. Muammo yo'q ekan. Aka ruchni apparat tanlamasa kerak bu, ha? Yo'q, ko'proq apparatni sog'ayapmiz. Endi yo'q, Gap yo'q. ruchnoga yuvosh. Hamma yo'g'iga javob xudo xohlasa. Qonigacha tekshirtiramiz deysa, uni aqli bola tushirolmaydi baribir. Gap yo'q. Xudo Hurmatli xohlasa obunachilar, olgan odam baraka topadigan darajada 78 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Hoji aka, sog'inlan yuramiz. Olib kiring aka. Hurmatli chorvadorlar, itish boshlandi bo'lsa. Omma boshi katta narsa ekan jonivor. Baquvvatli, yevashi baquvvat. Xudo xolasa defekt yo'q. Xudo xohlasa mashina 3-qorin deyilayotganda, Ha. Xudo xohlasa hoji aka hazilakam mol bo'lmasa kerak jonivor. Xudo xolasa, endi kanish aka. Xunajim bo'lib turish shunchalik bo'lsa, endi so'z isboti bilan aka. Voy mashalloh. Ish buzmabdi-yu hali. Bu ham xuddi narigisi tushiribdi. Yo'q-a? Ha. Tish chiqarishga harakat. Ha. Gap yo'q. Haj bittani o'rni tushibdi. Ichsa yuvoshligini sog'inlan ko'ramiz, xudo xolasa. Boshlandi. Yumshoq yana ixtiyoring. Juda ham. Orqalarini ham soqchishini qarang, birov yo'q yonida. Orqalarini ham soq. Turishini qarang jonivor. Apparatda miri qo'radi. Apparatga zo'r ko'ndirib qo'ydi. Ha. Bo'ldi, qoch. Qoch. Ochinchi aka tishini. Tutamlari ham zo'r ekan, qarang, o'ralari ham keng. Voy qo'yale. Bo'ldi aka. Bu xunajinni ham ko'rib qo'yaylik aka. Xunajini ham ko'ribsiz butun narsa ekan jonivor. Qo'g'irchoq narsa ekan. Ular 1,5 metrdan balandlik uchun bu 1.35, 1.40 lik mol yo'qolib qolyapti xolos oldida. Bu ham asli katta mol. Bu ham o'zi 35 plyusda. Hurmatli chorvadorlar, akalar, ukalar, hammalaring chorvalaringga baraka bersin. To'g'ri, endi qimmat deyishingiz mumkin, molga qarab. Hammasi o'ziga yarasha narx-navosi ham. Kelishing, kami bor, g'ij bir savdosi bor. Aka bozoringizni bersin. Ilohim, like bossin. Faqat like bossin.